Bir nechta masala yuzasidan Oltiariq tumani mutasaddilariga yuzlanmoqchimiz. Oltiariq tumani Zarxal MF, Zarxal 3 ko'chasida bir nechta muammolar bo'lib kelyapti. Masala nimadan iborat? Videoda batafsil ko'rishingiz mumkin. Mahallada shuncha muammo bor ekan, ya'ni bitta emas, ikkita emas, uchta emas, to'rtta sanagan. Asfalimiz turibdi mana. 5 ta mana shu muammo bo'yicha biror joyga murojaat qildingizmi? Muammo bo'yicha o'zimiz Oltiariq tumaniga murojaat qildim. Mutasaddi tashkilotlarga xatlari ham turibdi, 5 ta 6 ta tashkilotga. Undan keyin respublikagacha murojaat qilganman. Uni ham javobi keladi, bir mutasaddis keladi. To'g'risi men o'zimni uyimda eshikda kelib rasmga tushib ketib, o'sha anketani yopib qo'yish kerak degan gapni qildi. Elektrosetdan keldi, asfalt zavoddan keldi, rasmga tushamiz, dasturga qo'shamiz degan gapdan boshqa gap o'tgan yo'q. 3 oy 4 oy bo'ldi. Natija bo'lgan yo'q. Zaken nima muammo? Zakenda muammo o'zi qarang, mana oling o'zi to'lib bo'lgan bu. To'lib bo'lgan bir 10 yil, 15 yilda ag'ida ko'ylangancha ko'ylangan. Natija bo'lmayapti. Ochiq oyda mana Dostonbek kelib rasmga tushib ketyapti. Men dakazat qilib beraman, rasmga tushib ketyapti. Anketani to'ldirib, masalangizni yopib qilib beraman. Nimaga dasturga qo'yamiz deb ketdi. Qachon dasturga qo'yadi, qanday qo'yadi? Hidi ham chiqadi. Endi 100% hidi chiqib turibdi. Hozir bilganingiz, o yerda teshilgan joylar. Gaz truba masalasi chekkiga surish kerak. Zaken zo'rda to'lashga yordam berish kerak. Chiqyapti. Asfalt, Asfalt masalasi qolib ketgan. Zarxalda o'pin budjetda hammasi 100% o'ngan, shu mahalla qolib ketgan. Asfalt masalasi qolib ketgan. Qolgan joylar bo'lganmi? Bo'lgan hammasi. Mana shu joy bo'lmagan. Necha metr bu joy? Uzunasi 450 metrga boradi. Shu ko'rib turgan bo'lsangiz, billahi antinadan boshlab yo'limizni boshiga bitta mahalla 450 metrga boradi. O'sha 450 500 metr qism ketadi. Mana shu mavzu Oltiariq tumani Zarxal MF, Zarxal 3 ko'chasi ekan. Mana shu yerga mutasaddilar taklif qilib qolamiz va mana shu videoda aytilgan muammolar o'z yechimini topadi degan umiddamiz.